Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar Business Plus kanalidasizlar. Men Sulaymonov Sherzod Fatullaevich va bugungi sanamiz 1-fevral 2025-yil. Men ozroq ishlarim bilan tanishtirib o'taman. Hozir video roligini ham qo'yib beramiz. Ozroq aqlni yuritib, ilmiy tomondan yondashib ish ko'rmoqchi bo'lyapmiz. Bunga mana hokimiyatga обращение qildik. Gosstandартga обращение qildik, hammasi qog'oz talab qilinyapti, ya'ni spravka. Endi O'zbekiston oldindan mana tanilib kelgan, ham butun bir dunyo taniydi. Mana hozirgi ham yutuqlarimiz juda zo'r, har doim aqlni ishlatib, aqlni hisobiga oldinga ketyapti desak ham bo'ladi. Mana sportchilarimiz, mana Husanov Abduqodir, Shomurodovni aytamizmi, Abbos Fayzullayevni, bokschilarimizni aytamiz, mana Jalolov, qo'yingki hammasi spiski bu uzun va yanada uzun bo'lishini tilab qolamiz. Xudoyim har doim qo'llasin har bir ishimizda. Men aytmoqchi bo'lganim hozir videorolikni qo'yamizda, bu suv tejamkorligiga, aql bilan rasxod qilib ishlatishiga bog'liq. Shuning uchun hozir suv tanqisligi hech kimga sir emas. Tem bo'la O'zbekiston sharoitida bu butun O'rta Osiyoga bu suv tanqis haqiqatan bizlarning hozir qo'yib bergan roligimizni ko'rib shu mana bu qilmoqchi bo'lgan filtrimizni qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolaman. Endi spravka talab qilinyapti. Bu narsani mana o'zimizning hisobimizdan shu narsalarni taxlab shuni amaliyotga tatbiq qilmoqchimiz. Bu albatta o'z-o'zidan kelib chiqqan yo'q, bunga aqlni ishlatib va kim necha yillik tajribadan ham kelib chiqqan holatda shu narsalarga bizlar qo'l urdik. Mana endi buyuk tadbirkorlarimiz bor. Endi buyuk deganda ham mana bu o'zimiz mana men hozir Navoiy viloyati bo'lsam, mana Samarqand viloyatida Xurshid To'rayev bor. Bu albatta ajoyib inson. Homiylikni so'rab qolamiz u kishidan. Mana Anvar Abduqoyim akamiz bir qo'llashlarni so'rab qolamiz. Mana O'zbekistonda obro'yi bo'lmish mana Ortiqxo'jayev, mana Jahongir akamiz, mana Ortiqxo'jayevdan ham bir homiylik so'rab qolamiz. Shuni qo'llab-quvvatlarini so'rab qolamiz. Avvalambor Xudoning o'zi qo'llasin. Nima deganda bu ilmiy tomondan yondashsak, mana например, buyuk bobolarimiz bor. Birgina savol, birgina mana nimamiz, mana Al-Xorazmiy bo'lmaganda mana bundaqa bir nimalar ham chiqmas edi. Bu algebrani asoschisi bo'lgan, hisob-kitobni, sanoqni chiqargan bu Al-Xorazmiy bo'ladi. Mana buyuk shohimizni aytamizmi, mana bu Amir Temur bobomizni aytamizmi, bu Ulug'bekni aytamizmi, bu shunday mana yulduzlar xaritasini hisoblab chiqargan. Shuning uchun qo'llashlaringizni hammadan so'rab qolib, bizning ishimizni mana bu aql bilan bir ham nima edi, aqlona yondashib, qo'llashlaringizni so'rab qolgan holatda mana bu videoroliklarimizni qo'yib beramiz. Har doim O'zbekistonimiz oldinga ketsin, ko'z tegmasin. Nima edi? Birgalikda olg'a dedi-ku, shuning uchun hozir butun bir aqlni ham, nimani ham butun O'zbekiston xalqiga tarqatib berganda, shuning uchun kuch birgalikda deydi. Aqlda hammasini bir joyga jamlab turib, birgalikda ish qilaylik, qo'llaylik bir-birimizni. Nima deganda, hozir davr talabi birlashaylik, albatta. O'zbekistonimizga ko'z tegmasin yana bir bor. Mana videolarni hozir qo'yib beraman. Shuni yaxshilab o'rganib chiqib, Xudo nasib shuni qo'llab, mana shuni qo'llab quvvatlashlaringizni so'rab qolaman. Qachonki mana bu ilm jihatdan yondashsa odam, bu hammaga ma'qul tushadi va Xudoning o'zi qo'llaydi. Qo'llasin, ko'z tegmasin. Do'stlar, saqlaganimiz mana bochka. 750 litrlik bochka. Nasos qo'ydik. O'zimizni keltiramiz. Bu o'z-o'zidan yaralgan yo'q, bu shuncha ob mana bu boshqalar hammasini unga jak shakalar kerak. Mana bunda gayni napska bo'ladi. Skvajina, odan bu глубокие скважины обладают, чтобы еще не стать такими. Bu filtrimiz. Filtrni ichidan sotib olamiz.
boshdan davleniya nasosini topib oladi. Bundan mana bundan u boshiga o'tadi. Svobodno mana bu svobodno shu boshidan hamon bo'lib turgan mana bu boshidan bilamiz. Bu birinchi boshqamizga keladi. Tushadi. Yana qaytaraman. Tualetnikini qo'shmaymiz. Tualetni aralashtirmaymiz. Tualetdan boshqa mana bu rakina, stиральный mashina, mana bu kiraydigan mashina, vannadan mana odamlar yuvinadi, cho'miladi, qo'lga to'g'rat oladi deganday. Hammasi suv shunga kelib yig'iladi. Mana bu kuxnyadagi rakinani bizlar olib qo'shamiz, qo'shmaymiz, padvopros, lekin vannani o'zi yetadi hisobimiz bo'yicha-da. Bunga kelib tushadi. Birinchi filtrimizda bu yuqori musorlar yuqorida qolib, drenajga ketadi. Ikkinchisidan musor bunga ham cho'kadi. Shu yerdagi mana bu ventilimizda, mana pastda ventilimiz turibdi. Shu ventildan bu ham drenajni nima ketadi? Tualetdan olib ketadigan kanalizatsiyaga ketadi. Tozalaydigan o'sha voda очистной stansiyaga ketaveradi. Mana bu birinchisidan filtr turibdi, ikkinchisidan filtr turibdi. Suv o'tadi bundan. Bundan suvda mana bu olamiz pastidan, bunga ham filtr qo'yganmiz. Bundan musor o'tib qolgan filtr uni filtrning ichida saqlab qoladi. Bundan o'tgan suvni pastidan oladi. Mana shu pastiga qo'yganmiz, salgina bo'lsa ham davleni sozlab qilib, fissas har doim to'lib turadi. Fissas to'lib tursa, bu yaxshi ishlaydi. Keyinchalik yana ko'rib chiqamiz joyida muammo bo'lsa, qo'llaymiz. Bundan bachogimizda biz ham 2 xil, biz 3 xil даже graver qo'llayapmiz. Kattarog'ini pastdan tashlayapmiz. Katta-katta teshik borligi uchun yuqorida щелевой nima bor? Щелевой filtrimiz bor. Bochkamiz ichida, uni ustidan bizlar mis sim bilan o'rab, keyin setga qo'yganmiz. Setga qo'yib, o'sha kichkina nimadan setkadan filtrni vazifasini bajaradi. Bundan olib domga yuboramiz. Buni ichida mana bu birinchidan ikkinchisiga o'tganda bizlar xlor tashlaymiz. Xlor tashlaymiz, perix tashlaymiz. Mana operatsionni yuvadi, uborchilardan borib so'radik. Har bir mana bu laboratoriyada bordik, radiatsiyani qanday yuvishda, oxir kasallar bo'lganda qanday yuvishga mana xlor ishlatar ekan. Xlor bilan buni обезвредить qilamiz. Nima uchun bunisiga tashlaymiz? To ishlatilgancha xlor o'zini kuchini yo'qotadi-yu, bor kuchini mana bu bor nima bilan o'ldiradi, mikroblarni o'ldiradi. Mana bu har qanday yuqumli kasallik bo'lsa ham uni o'ldiradi. Bu bundan o'tib bunga keladi. Bu filtrimizdan tozalab olinadi-da, bu filtrdan tozalab olinadi-da, mana bu tortib через filtr yuboriladi. O'shanda ham keyinchalik razrabotka qilib ultraviolet nurlarini ham qo'ymoqchi bo'lyapmiz. Hozircha shuni eplab, shuni nima qilamiz? Hozir mana kanimetdan dom berildi. Domni yonida olib borib ko'rsatdim, mana uni ham chuqur qo'yilgan. Bunaqasi 6, bunaqasi 8 mi shunaqa chuqur qo'yilgan. Chuqurda suv mana 3 metrlik chuqurligi, eni 6, uzunasi 8. Shunga o'sha suv perilish beryapti. Mana bor kanalizatsiya o'shanga kelib tushar ekan. Bu o'sha kanalizatsiya to'lib domni podvaliga ham tushayotgan ekan. Mana nimalar o'sha yerda yashaydiganlar aytdi. Bizlar filtrimiz nimaga yordam qiladi? Bu suvni mana qaytarib o'ziga yuboradi faqat unitaz uchun. Unitaz uchun, mana bu smyv uchun, tualet uchun, grup olganda tualetga ishlatadigan suvni mana shundan bu xlor bilan perix bilan bakteriya nimalarni o'ldiradi. Keyinchalik bizlar nimani ham qo'ysak bo'ladi. Mana bu ultraviolet nurlardan bu dezinfeksiya qilish yo'llarini. Keyinchalik balkim yana bitta bacha qo'yamiz, zapas suv yig'ib qo'yadi. Bu suvni katyolga ham ishlatsa bo'lar ekan. Mana bu qishloq joylarda mana loy poya qiladi, boshqa narsa suv kerak bo'lgan joylarda qo'ysa ham bo'ladi. Suv o'zini joyini topadi. Buni katta domlarga ham qo'ysak bo'ladi. 9 etashga bor, mana Navoiy emasdan 16 etashgalar bor. Bu выгодный varianti nima desa so'raganda, bu suvni to'plab, dezinfeksiya qilib, filtrlab tualetimizga beradi. Har bir tualetni bosganda 10 litr, 7 litr har xil bachoglar bor-ku, o'shanga rasxodni suvni shundan beriladi. Mana aziz do'stlar, shunga e'tibor qiling. Mana bu nasosimiz Xitoyniki ekan. Bu to'ldirib beradi. Har bir mana ventil ochildimi, o'sha davleniyani sozdovat qilib ushlab turadi. G'anga tatda to'ldirib beradi. Bizlarga shu eng zo'r narsa, ma'qul narsa tushgani, bu ham elektrik. Mana NMZ degan korxona bor Navoiyda, o'shandan mexaniga keldi. Bularni ko'rib chiqdi, birgalikda qildik. Elektromexanika keldi, bu nasosni tanlab, bizlarga vibrat qilib shu nasosni o'rnatdik. Aziz do'stlar, mana shunga hozir taxlab qo'yish uchun hokimiyatga ham bordik, priyomadan ham o'tdik, ruxsat berdi, ular domda ham borib ko'rsatdi. Bitta gos standartdan spravka kerak ekan.
sertifikat deyiladi. Men endi boshqa narsani bizlar ko'p bundaqa ish qilmaganmiz, shuning uchun uncha bilmaymiz. Bitta spravka kerak bo'lyapti buni o'tkazish uchun sinovdan, shuni qo'llash uchun qog'oz kerak bo'lyapti. Mana bu hammasi o'zimizning hisobdan bo'ldi. O'zimizning hisobdan qilib shuni o'rnatdik. Mana taxladik. Endi o'rnatish qolyapti, uni sinovda o'tkazish qolyapti. Bu hammaga qulay va O'zbekiston sharoitida, ne только O'zbekiston, butun O'rta Osiyoda kerakli narsa deb o'ylayman. Shuni agar qo'llab ishga tushirsak, nur ustiga nur bo'lardi, qancha suvimiz ekonomiya bo'lardi. Tualetni bachog'iga mana bizlar musulmonmiz. Toza suvdan hozir shunday bo'syapmiz, ketyapti. Mana endi rasxodni hisoblasak 1600 Navoiyda kanalizatsiya uchun to'lanadi. Suvni o'zi 2700 mi, qarochi bunda hisoblaganda, grup hisoblaganda 5100 so'mmi shunday bo'ladi kubi. Endi adashmasam, bizlarga mayli keyinchalik har bir nimada o'tgandan keyin dash qiynalib yurgan oilalarga bepul qilib qo'yamiz. Qolganlarga yarim pulni qilib qo'ysak ham, nima uchun deganda kanalizatsiyadan olib suvni o'zizga beryapmiz. Like bosib obuna bo'lishni unutmang. Tak, aziz do'stlar, mana bu filtrimiz. Bochka 200 talik, balandligi 93. Tak, mana bu yerga o'zi filtr qo'yganmiz. Nima filtr qilgan? Shu deraza ochib, bunday teshik qilib, filtrga o'tirganmiz. Mana buni gravina apsipka qilamiz. Shu uchun qoldirdik. Mana ikkita bor. O'sha gravina apsipka bo'ladi. Buni kelib kirgan. Mana bu 200 talik bochakka bu 750 lik bachok tagidan ulanadi. Mana shunday. Tak, ventilimiz mana bu yerda. Yangi dvijokga qo'yganmiz. Tak, mana bu dvijok. Salomatligimizga kechroq bo'lib ketdi. Mana ventil. Bu nagnetaniyasi unsa fsas. Bu fsas tortadi. Mana bochka plastmas. PM deydimi? Polietilen bochka. Tak, buni ichida bizning gravina apsiklamiz bo'ladi. Sit yo'qmi? Mana bunda ham xuddi shu narsa. Tak. Ostida mana shunday bo'ladi. O'rtasida mana bu toshlar turadi. Mana shu bochka 200 talik bochkada turadi hammasi. Ichida filtrimiz bor, filtrimizni ham ko'rsataman. Bu mana bu malchik bo'lsa, buni xuddi devchkada shunday gaykada ulangan. Filtr 63 lik turba. Atstoyniga ham birozroq. Hammasi tesh qilingan. Tagida kattaroq tosh turadi, ustida normal suv turadi. Keyin bunisida o'rta yuqorisida где-то shu yergacha nima bo'ladi-da, gravina apsipka. Ustidan suv tushadi, narkisidan suv tushadi. Gravina apsipkasi, gravina apsipka. Hozir keyingisini ko'rsataman. Ustida turadigan gravina apsipka. Mana bu setkada set qilganmiz. Tak, mana bu eng ustida turadigan gravina apsipkasi. Setkadan o'tkazib, mushaklarni taxlab qo'yganmiz. Mana 3 ta mushak shuni ustida turadi. Gravina apsipka. Bu birinchi filtrimiz, mana Jahon Invest degan bochkadan sotib oldik. Tak. 750 lik birinchi bochkamiz. Bu mana bu drenaj. Drenaj turibdi. Tak. Bu bochkadan mana bu yerda turba bilan saydin qilingan, salligini qo'ymaganmiz. Buni orqasidan ham bizlar germetik qilamiz. Germetik qilinmagan, salligi qo'yilmagan. Qo'yib joyiga qo'yganimizdan keyin germetik bilan salligini qo'yamiz, moshni xotirladi joyiga. Bu 750 lik bochkamiz, bu birinchisi, mana bu ikkinchisi. Har bir bochkamizga filtr, mana bu drenaj turibdi. Mana bu yerda filtri bor. Traynik va ostida filtri bor. Filtrni ham ko'rsatib aytib o'taman. Bochkamiz mana shundan iborat. Tak, bu drenaj. Mana suv birinchi bochkamizga kelib tushadi. Tak, mana bunisi orqada turgani bu drenaj. Bu ham ukloni bilan taxlab qo'yilgan. Bunisi ham ukloni bilan. Har bir metrga 2 sm uklon berilgan. Samotyok.
Bu bunisidan o'tib, samotyok bilan ikkinchi bochkaga tushadi. Bunda ham filtr bor, bunisida ham filtr bor. Mana birinchi filtrda ham xuddi shunday traynik, 1 metrlik turba, 1 metrlik ostidan 40 cm filtrga uchun teshik qilib, setka o'rab, katta setkadan o'rab, keyin ustidan kichkina setkadan o'raganmiz. Filtrimiz. Ko'rsatdim mana bunday bu bir, mana ichida. Mana shunday o'tgandan keyin bu ikkinchisi. Mana. Ikkinchisi anonsi drenaj. Mana traynik, ostida filtr. Buni ostida keyin teshik qilib qo'ygan, darch mana bunga o'tib ketadi. Bochkaga 200 talikka. Mana bu drenaj. Mana endi bizning maqsadimiz har bir domni ostiga qo'ygandan keyin qarang. Tualetdan boshqa hamma keladi. Unvanlikdan, stiralniy mashinkadan chiqqan odamlar yuvinadi, cho'miladi deganda har bir suv keladi, bunga tushadi. Lyoqki gryaz mana ustida o'ynab qoladigan gryaz ustida turadi. Gryaznisi og'irroq qum, boshqa narsasi mana cho'kadi ostiga. Cho'kkanda mana bu drenaj bilan chiqarib kanalizatsiyaga yuboramiz. Bunisi ham gryazni mana bu soch, boshqa narsaga o'xshagan hammasi mana bu drenaj bilan obshi tualetga keladigan kanalizatsiyaga ulab qo'yamiz. U obshi musor ketadigan joyga ketaveradi. Musor bundan ham, narki mana bunisidan ham tualetniki bilan qo'shilib ketadi. Qarang, tualetdan boshqa hammasi kelib bunga tushyapti. Stochnoy voda deydi-ku ruschasiga. Mana bu kanalizatsiyaning suv tualetdan boshqa, vanna, rakvina, stiralniy mashinkadan va bosh shunga kelib tushyapti. Birinchisi kelib tushyapti. Gryaz og'irroq cho'kadi. Ustidagi gryaz ustidan ketadi. Bunga biz traynik qo'yganmiz. Traynikning og'zi yuqoriroq turibdi. O'rvenda mana og'zidan ko'rsak bo'ladi. Mana. Tak. Bunga paker deyiladi. Pakerga o'xshagan taxlab, buni yuqorisini juda yopamiz teshig'i nima deganda bu traynik bilan turbamda pastgacha kelgan 40 cm deydi, 40 cm bizning filtrimiz. Shu yerdan mana shu где-то yarimdan sal pastroqdan suvdimda ko'tarilib, bu ko'tarilib bu yoqqa oladi. Mana shu ko'tarilayotgan mobaynida og'ir narsalar pastga cho'kadi. Bu samotyok bilan ishlaydi. Bu samotyok bilan keladi. Xuddi shunday bunga ham traynik qo'yilganda, filtr qo'yilgan. Bundan o'tib qolgan qandaydir musorlar bunga kelib to'planib qoladi. Bunda ham setka bor. Kichkina setkadan temir nержавейка setka qo'yganmiz. Mana traynik. Bunda ham mana bunday nimasi bor. Drenajniy ventil, drenajniy truba. Drenajniy truba mana bunda соединен, mana отвод bilan соединен qilib, mana bu yerga nima qo'yganmiz, traynik qo'yganmiz. Mana bu yonidan ham o'z ko'rsataman. Bu bochkamiz har bittasi mana 750 litrlik bochka, katta bochkadan. Mana bunisi mana отвод qilingan. Planni akkuratni qo'yamiz. O'rnatgan joyga akkuratni kesamizda germetik qilamiz, ya'ni orqasidan doполнительно. Rezinkalarni borgandan keyin qo'yamiz. Mana bunda uklon qilib, narkisiga traynik bilan, mana traynik bu dalch ketadigan kanalizatsiyaga ulanadi. Yana bir marta qaytaraman, qarang. Tualetdan keladigan kanalizatsiyani qo'shmagan holda domdan tushadigan kanalizatsiya keladi. Qanday bo'lsa o'shanda kanalizatsiya ketaveradi, ketadigan joyga bu doполнительно ulanadi. Keyin bundan chiqadigan mana bu ventil ostida gryazni bu yoqqa yuboramiz. Bizlar pakerga o'xshagan taxladik deymiz. Pakerga o'xshagan taxlab. Mana birinchi ventil mana bu traynik bo'lsa, mana pakerga o'xshagan bu rezin bo'ladi. Mana bu traynik ichidan turadi. Shuni ustiga kiydirib qo'yamiz. Bu perlit bo'ladi, ko'tariladi. Hamma gryaz, musorlar oqib ketadi drenajdan. Mana bu narki turbadan oqib ketadi. Tushundingizmi? Bunga ham shunday. Mana drenajniy ventil nimasi bor, turbasi bor, oqib ketadi musor. Cho'kadi. Bu yerga ham cho'kadi. Mana bu ostida shuncha tozalangandan keyin mana bu ikkinchi bochkamiz. Mana bu birinchi bochkamiz, bu ikkinchi bochkamiz. 750 hikoya. Qarang, buni ostidan bizlar ulaydigan bo'ldik. Buni ostidan ulaydigan bo'ldik. Mana bu bochkada o'zida teshik yo'q ekan, bo'lish kerak edi zavod bo'yicha. Bo'lmay qolibdi bittasida. Mana bu ulaymiz mana bunga. Hammasi tayyor qo'yilgan. Mana olib qo'yaylik. Bizning asosimiz mana bu. Hamma nimaga to'g'ri kelish kerak, bunday qotirib olib ko'rsa bo'ladi. Kitobi ham bor. Shimji mana asos. O'rnatilgan hammasi tayyor, mana kripajlari bilan taxlab qo'yganmiz. Ventil qo'yamiz. Mana bu yerga o'zimizcha qo'ymoqchi bo'ldik. U har shakldagi filtr bor, o'shandan qo'yamiz. Nafsiyak пожарный случай deganday.
Mana bu kelyapti. Qarang, ostidan berganimiz sababi mana har 10 sm 1 atmosfer nimani davleniya hosil qiladi suvda shunday o'lchamda. Bunisi balandligi, yon qismimizda balandligi 185. 185. Shunda bunga где-то mana bu nima bilan keladi? Mana ventilni qo'yib qo'yamiz. Bundan suv o'tib, постоянно suv bo'ladi, fsas to'ladi. Bunga suv bossagina bo'lsa ham 0.2 bo'lsa ham 0.8 deylik, 0.75 deylik. Shunday bosim bo'lib turadi bunda. Bu deganim mana bizning filtrimiz, bu bochkamizda har doim ozroq bo'lsa ham bosim bilan suv to'lib turadi. Fsas har doim to'lib turadi. Tak, mana bu nasosimiz o'zi avtomatik ravishda ventillar ochilsa, avtomatik ravishda to'ldirib qo'yiladi. Mana hozir bir 50 lik Amerikanga qo'yganmiz nержавейкаdan taxlab. Mana bu nagnitaniya, bu fsas, bu nagnitaniya. Mana qarang. Bundan chiqadi-da ketyapti, mana domga qarab ketyapti. Bunda обратный klapan ham qo'yamiz. Har bir chorani ko'rib chiqamiz. Endi o'zimizda razработка deydi, o'zimiz taxlaganmiz, mana shimga qo'yganmiz. Mana bu nasoslarga hammasiga dokumenti bor, to'ldiradi, ishlab sinalgan narsa. Bunda ham sinalgan, ishlatilgan narsa mana qarang. Bu ham mana buni 750 litrlik. Bu Namasini mana bu yerda endi yozuv yog'ini kesib tashladik. Mana Jahon plast troqsloyni degan 3 sloydan taxlangan. Mana. Bu drenajni ketadigani mana ukloni bilan taxlab qo'yganmiz. Mana bu tomondan yonidan ko'rsa bo'ladi. Mana. Buni bizlarga qog'oz kerak bo'lyapti. Hamma ishga taxib qo'yganmiz. Mana hokimiyatdan ruxsat oldik. Hammasini borib o'tdik. Shu yerga olib keldik. Navoiy viloyatidan Gosstandart deydi-yu, o'sha yerdan mutaxassislarni olib keldik, ko'rdilar. Bizlarning viloyatda bu narsani tekshirib o'tkaza olmas ekanlar. Shu uchun spravka bera olmas ekanlar. Endi spravkamiz sertifikat deydi, bir qog'oz, pechati bor qog'oz. Biz buni sразу sotmaymiz-da. Buni sinovdan o'tkazmoqchi edik. Qanchalik suv hamma joyda muammo, shu suvni tejash maqsadimiz. Va nima edi ana? Kerakli miqdorda ishlatib mana. Ana endi keyingi savol, bizlar buni razработка qilib taxlaganimiz sababi mana bu nagnitaniyadan chiqqan suv domga qarab ketyapti. Bizlar 40 lik bilan beramiz, bu yoqdan dalish ko'tariladi domga. Bu nasosimiz kuchi yetar ekan, spokойно 4-etajgacha nima qilishga, dalish ham ko'taradi deyapti. Endi bilmadik. Bizga 2 etajlik dom berildi, 3tanga qo'ymoqchi bo'ldik. Bundan chiqqan suv bizning filtrimizdan o'tgan suv to'g'ri tualetni bachoklariga boradi. Mana tualetni bachogi smif uchun mana bosasiz yuvadi-yu. Mana katta ishmi, kichkina ishdan keyin yuvib bosasiz, unitazni bachokchasidan suv oqib tushadi. Mana shu unitazga suv berib turadi. Qarang, mana bunda turgan vaqt, mana birinchi bachokdan suv o'tib ikkinchisida turganida bizlar xlorni tabletka deymiz, shunday tashlaymiz. Xlorni tabletka. Ana Perix bilan maydonda bor ekan o'zlarini. Mana bu doktorxonalarda ishlatiladi. Mana qonni nimani yuvishga ana shundan qo'llaymiz. Bu degani bundan to ishlatgancha bu ham xlor bilan ham Perixmi bir bola dedi, o'shaning hammasini точно topamiz, o'shalarni tashab qo'yamiz. Bu tozalanadi suv. Lekin bu ichishga ruxsat etilmaydi, ichilmaydi boshqa narsaga. Bizlarga kanmexda, даже kotellarga ham olamiz shu suvdan dedi. Bizlarning bitta vannada ishlatadigan, stiralkada ishlatadigan suv yetarli, даже ko'proq bo'lar ekan. Bizlar hozir rakvina, kuxnyadagidan rakvinani qo'shmasak ham bo'ladi degan nimaga kelyapmiz dedik-ku. Bu faqat tualetda bachogi uchun beriladi. Mana bu общий vid. Mana. Bu birinchi bachok, ikkinchi bachok, bu yoqda uchinchi bachogimiz turibdi. Bu filtr, bularda ham filtrdan turibdi. Ikkovida ham bizlar mana bu отдельно domga alohida turbalar bilan o'tkazib rakvina, stiralniy mashinka, mana bu kir yuvadigan mashina, umyvalnik hammasini ulab shunga tushirmoqchimiz. Qarang. Bu tushadi. Shuni o'zida ham lishni suv bo'lib turgan payt, mana bochkalar to'lgan payt uni optik kanalizatsiyaga tashab qo'yamiz. Bulardan chiqqan musor ham o'sha optik kanalizatsiyaga ketadi. Tualetda keladigan nimasi kanalizatsiya qanday bo'lsa o'shanda ketadi. Bizlar lishni suv добавка qilmayapmiz bundan. Bundan lishni suv olmayapmiz. O'rtada turib tejamkorlik bilan
Bu endi mana o'zlaringiz ham hisoblab ko'rsangiz bo'ladi, ancha tejamkor. Buni YouTube'dan ko'rib chiqdilar, boshqa joydan ko'rdilar, bunga o'xshagan narsani topmabdilar. Shu uchun bizlarga sertifikat yo mana bu qog'oz bera olmas ekan, hokimiyatdan qog'oz talab qilinyapti. Qisqasi spravka yetishmayapti deydi-ku. Shunaqa bo'lib, shu ishimiz to'xtab turibdi. Mana bizlar Navoiy viloyatidamiz. Navoiy shahrida hozir nimani bizlar tajriba qilib ekonomiya hokimligiga обращение qilgan edik. Rahmat, hamma tovar ular podдержка qilyapti, yordam qilamiz deydi, lekin qog'oz talab qilinyapti. Endi qog'ozni olishga muammoga uchrayapmiz. Mana bizlar nasosimiz. O'zini EPA kompaniyasi ekan. Mana buni mana oldik. Bu Shigmemi? Shimjemi? Shimje bilmasin. Damlari. Hozir bitta qog'oz bo'lsa, ishga tushiramiz. Qog'oz bo'lmasa, spravka bo'lmasa, yo'q, hamma joydan so'rab, borib, hokimning priyamiga kirdik. Sug'urtasiga ham qancha borib keldik, ana nima edi, ana gos standart. Tak, filtrimiz ustidan bu drenaj to'lib ketsa, mana musorlar ustidagi musor oqadi. Ostiga cho'kkan musor naryoqdagi ventildan oqadi. Oldindagi ventildan. Buni oldindagi ventil. Mana ichkarisi. Bu birinchi filtr. Traynik qo'yilgan. Uchida setkasi bor, teshiq. Teshig'i bor, yana drenaj cho'kkan musor ketadi. Bu yerdan buladi. Oddiy narsa. Bunga traynik qo'yganmiz. Akkuratlik qilamiz bu yerda. Drenaj ketyapti. Bu birinchi bochkamiz. Bundan suv o'tib bunga ketadi. Bundan suv cho'kkan ham ketaveradi. Bu kanalizatsiyaga, opish kanalizatsiyaga ketadi. Bu naryoqdan cho'kadi. U yoqda ham filtr bor. Bu birinchi bochkamiz. Ichkarisi, mana filtrimiz. Xuddi shunday ikkinchisi ham, hozir unisini ham ko'rsataman. Ikkinchi bochkamiz. Atvod bilan opish kanalizatsiyaga musor ketadi. Ustiga turib qolgan musorlar ustidan ketadi. Bu birinchi bochkamiz. Birinchi bochkamizga kanalizatsiya tushadi. Vanna hammasidan, tualetdan boshqa. Bundan setkamizdan o'tib bunisiga tushadi через filtr. Bu yomkasiga tushadi. Bundan ham shu tinib, musor bu yoqqa ketib, nasosimizga o'tadi. Teshig'i bor yo'qda pastda. Bundan o'tib через filtr. Mana bu yerda graviyni apsipkamiz bor, ichida filtri bor. Suv samotok bilan bosim bilan bunga o'tadi. Pastdan suv bo'lib turadi. Bundan suv bochga o'tadi. Teshikdan hozir graviyni apsipka qilamiz. Mana nasosimiz shimga. Danisini beraman. Mana filtrimizning ichi. Birinchi bochka, ikkinchi bochka, nasos. Obid Akzamovich. Assalomu alaykum. O, sizni ko'radigan kun bor ekan-ku. Assalomu alaykum. Ay, nechu. Mana shu gul sizga. Gul ko'tarib qopsiz. Shikaladan oldim, bolla yeb qo'yibdi. Gul sizga. Tushunmadim. Bu gul menga nima sababdan bu gul menga? Axir bugun bayram. Bayram? Hada, Qanaqa bayram? yubiley. Yubiley? Yubiley, bugun yubiley. Qanaqa yubiley? Siz oldingizga 125-marta kelyapman. Men uchun bu bayram. Voy, Kurugli data. darrov 125-marotaba bo'ldimi? 7 yil o'tdi, 7 yil. Bitta qo'l qo'yishdim, qarang. Darrov 7 yil o'tib ketdimi? Birinchi kelganimda yosh edingiz, sochingiz qop-qora edi. Ha? 7 yil o'shanda gul olib keldim. Gul uchun katta rahmat. Xudo xolasa sizga shu bugun Obid Akzamovich yubiley munosabati bilan qo'l qo'yib beraman. Aniq, o'zicha. Hujjatlaringiz. Menga qarang. O'zi ochayotgan narsa katta emas, sartaroshxona. 4 ta devor, anu sayfichak bitga bor, gaz sotadigan. O'shani ichiga to'g'irlab qo'yganmiz. Qo'l qo'ysiz ochib o'raman. Suv puli o'tganmi ichiga? Yo'q, mahallaniki, soqol oladi faqat. Chelakda suv olib kirib qo'yamiz, bo'ldi. Unaqa katta joy emas, qo'l qo'yib yuboring shunda. Bo'ldi, qani hamma hujjatlarni olib keldim. Bo'ldi endi, bugun yo'q deyishga iloji yo'q. Qani. Hammasi bor, mana bir ko'ringiz. Xudoga shukr, hamma hujjat cho'kdi mana. Shunga qarang mana. Qani bir chekkadan qarayman. Tug'ilganligingiz haqida hujjatingizni. Voy, bor. Mana tug'ilganligim haqida mana hujjat, mana qarang. Birinchi raddomda tug'ilganman mana. Raddomni kilavrachidan spravka olmoqchi edim, o'lib ketgan ekan. Zam kilavrach qo'l qo'yib berdi. Ko'rmaganman, lekin tug'ilgan Toshkentda dedi. Birinchi raddomni mana shu hozir turgan joyimiz Xalqlar do'stligi saroyining o'rnida bo'lganligi haqida saroy direktori Mirza
spravka mana. Juda Ko'rdingizmi? yaxshi, juda Keyin yaxshi. mana kindiyni kesgan doya haqida spravka mana. Doyani rostakasim doyaligi to'g'risida eridan spravka mana. Malades, Hammasi malades, to'g'ri, hammasi malades. to'g'ri. Qoyilman. Hech qaysi bir odam sizchalik bunaqa hujjat yig'magan. Pishib ketdim 7 yil keyin pishib ketdim. Malades. Ne? Bugun qo'l qo'yib beraman, xudo Bo'ldi, xolasa. bo'ldi, pishaman. Obid Akzamovich, bilasizmi? Mana bu yerda otangiz o'lganligi haqida biron bir hujjat Bor, ko'rsatilmagan. qaramadingiz, yaxshi qaramadingiz mana. Mana bu yerda otam o'lganligi haqida doktordan spravka, doktor rostakasim doktorligi haqida, mana esa ahlidan spravka maylis qilishdi. Mana bu otamni ko'milganligi haqida ko'rkovdan spravka. Mana bu mozor rasmi mana. Juda yaxshi. Mana bu ko'rkovni haqiqiy ko'rkovligi to'g'risida onasi yozib berdi, qo'l qo'yish bilmasaga mana kuch barmog'ini bosgan mana. Ota kasb bo'lgan deb. Mana siz bozorga olib borib ko'rsatib olginaman. Juda yaxshi. Joy ko'p lekin, joy ko'p. Juda yaxshi. Otangiz haqida ma'lumot bor ekan. Bor, bor. Mana bu yerda qarang, Obid Akzamovich. Xo'sh. Dadangiz, dodangiz ekan. Dodangiz, Doda. buvangiz. Buvangiz urushda xizmat qilgan ekanlar-ku. O, qattiq jang qilganlar. Ha, shu haqida ma'lumot yo'q-ku. Bor, bor, Buvangiz urushda o'lgan ekanlar. Voy. Shu qayerga ko'milgan shu? Voy, men qayerqa yo'q ketdim 3 yil, aka. 3 yil oldin shu savolni berasiz. Borib keldim u Germaniyaga. Yo'q-ey. Voy, dadam otib o'ldirgan nemisini spravka olib keldim. Mana xotinlar yozib berdi. Seni buvang o'ldirgandim. Voy aka, Germaniya elchisini o'zidan spravka oldim. Buvang shotlarga kelib jang qilgan degan mana. Okaxon nima deb, bekor yuribman. Endi 3 yil Germaniyaga borgan bo'lsangiz, Yo'q, borib qaytib keldim ha, biroq. bu chet tilini ham o'rgangan bo'lsangiz kerak. Chet tilini bilmasligim haqida mana maktab o'qituvchimdan spravka. 2 olganman, постоянный. Mana shu spravka bor. Bilardim shuni so'rashingizni, qarang, sezaman-da. Yes. Yes. Chet elga chiqqaningiz haqida ham. Yo'q, bor. Bormi? Hozir chet elga chiqmaganligim haqida Amerikadan spravka. Nyu-Yorkda tirishlik qilayotgan bolalar berib yubordi mana. Mana Koreyadan hozir ko'pchilik yo'qda ham ishlayapti, bormaganligim haqida. Bor edi, hozir tezodim, hozir. Hammasini to'g'rilab kelganman aka. Umuman ko'chaga kam chiqishim haqida mahalla komissiyasidan spravka bor mana. Juda yaxshi. Saro kasalligingiz haqida. Bor. Hozir aka, hozir xabara. Saru kasal bo'lmaganligim haqida saru kasal banisasini gilavrachidan spravka. Gilavrachi o'zi saru bo'lmaganligi haqida. Juda yaxshi. Hasan vrachlar qo'l qo'yib berdi, saru bo'lmaganlar hech qachon. Qizamiqqa ham oldingizmi? Qarshi Bor, qizamni bo'lmaganligi haqida qizamni uchidan spravka. Juda yaxshi. Mana aka. Ikkita spravka bor, qizamni bo'lmagan mana. Juda yaxshi. Bo'ldi, Bir oyda necha marta cho'milishingiz haqida ham spravka. Bu Ilgari hammomda cho'milardim. Hozir restoran bo'lib ketdi Pionirskiyda. O'shandan olib keldim spravka. Hozir hammomga kelmayapti degan. juda yaxshi. Endi uyda har kunduz ham maqtanish bo'ladi, kunora cho'milishim haqida xotinimdan spravka mana. Juda yaxshi. Bilasiz. Malades. Mana bu xotiningizning rasmlari bo'lsa kerak. O'zlari. Rostakasib xotinimligi to'g'risida ham qizlarimdan spravka bor. Ha, bormi? Bor. Hammasini olib kelganman aka. Nima deyapsiz? Pishib ketdimi aka? Pishib ketdi. Juda yaxshi. Mana. Malades. Bo'ldimi? Men qo'l qo'yaman, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Bismillahirrohmanirrohim deb hozir sizga qo'l qo'y. Lekin Obijon, bilasizmi? Bu yerda meni ham tepamda boshlovlar bor-da. Hop. Mana hozir televizorni ko'rayotgan bo'lsangiz, butun hamma yoqda nima haqida gapirishyapti? Parranda gripp haqida gapirishyapti. Voy baraka top. Птичий gripp. Птичий gripp. Ha, boshlovda so'rab qolsa men nima deyman? To'g'ri. 70 gradusda qayratsa, yesa bo'lar ekan. Men umuman parranda emasligim haqida spravka olib kelganman. Mana Osmonda uchmaganligim haqida mana alohida spravka. Parranda emasligim, men qassobdan spravka meni yeb bo'lmasligi to'g'risida. Gripp desa ham meni yeb bo'lmaydi xullas. Zararim yo'q demoqchiman. Juda yaxshi. Bo'ldi-da, aka. Nima qoldi boshqa? Bor, bolalaringiz haqida bor. Bor. Hammasi bor, xo'sh. Bolalarim haqida bor, hozir aka, men ikkita spravka bor, shuni oling. Qani olingchi. Qo'shnim bolalarim, meni bolalarim emasligi haqida spravka mana. Voy, malades. Qo'shnim o'zi yozib berdi, o'zim bolalarim. Malades. Ikkala qo'shni olganman, men bu yoq tarafga qo'shnimnikiman mana. To'rtta bolada meniki. Obid Akzamovich, mana bu yerda qarang. Sizni tarjimai holingiz yozilgan ekan. Ko'ryapsizmi, mana shu tarjimai holmi? Asomov Obid Akzamovich 63-yilda tug'ilgan, o'zbek. Mana qarang, tagida jinsi degan joyi bor. Jinsi ruschasiga pol deydi. Pol. Ana shu joyiga mana chizilmagan tegi. Erkakmi bu, ayolmi? Mana Xudo biladi. Boshlovlar so'rasa men nima deyman? Bu ayol kishining hujjatimi? Mana ichga shuna chizib qo'ying, mush degan joyga chizib qo'ying bo'ldi. Yo, to'g'ri-yu. Yuqorida boshlovlar tekshirayotganda men chizganim bilib qolsa, keyin menga gap tegadi, Obijon. Beringda o'zim chizib qo'ying. Yo. Bunga hujjat kerak, hujjat. Shuni tasdiqlaydigan hujjat kerak. Endi yoshib ketish o'tdi, erkakman mana. Yo, men erkakligingizga shubha qilmayman. Yo, erkakman mana, qara, erkakman, voy.
Siz mendan yana xafa bo'lsiz. Men erkakligingizga shubha qilmayman. Aka cheresdan soqol olaman, erkakman. Yo, soqol olgan bilan hamma erkak kishi bo'lib qolavermaydi. Baraka topib ko'ring. Chizib qo'ying, chizib qo'ying. Yo, chizib qo'yish uchun hujjat kerak, hujjat. Boshda o'ylagan. Albatta. Hujjat, ha? Albatta. Hozir men sizga hujjat topaman. Yo, Hujjat. Ey, Tashda bitta hujjat bor edi. voy. Mana dillardim shuni ham so'rashingiz. Urollikdan spravka erkakligim to'g'risida. Tegida urollikka o'zini erkakligi to'g'risida samidan spravka. Voy, malades. Bo'ldi, qo'l qo'yaman. Qartugura. Bo'ldi, qo'l qo'yaman, xudo xolasa. Bo'ldi endi. Obijon, qo'lingizda nimadir yaltiradi. Hozir men hujjatni tashlagan. Soat. Soat. O'sha yerda o'zimiz magazindan olganman, spravkasi bor. Ko'rsataymi? Iloji bo'lsa. Soat, Seiko, Yaponiyaniki, yaponlarning o'zi yozib bergan spravka. Mana normal, ishlayapti mana. Necha bo'ldi soatingiz? Soat 6:14 akajon, 6:14. malades. Obidjon, meni qabul vaqtim 6 gacha, 10 minut o'tib ketibdi, Obidjon. Xudo xolasa ertaga kelasiz, o'rtoq. Bugun astoydil qo'l qo'yib beraman dedim sizga. Qarang, 10 minut o'tib ketdi. Boshlovlar o'xshadi, boshlovlar. 10 minut o'tib ketdi qabul vaqtimdan. Qarang, marhamat. Nimaga qarang? Siz noto'g'ri qilyapsiz hozir. Nimaga noto'g'ri qilaman? Noto'g'ri qilyapsiz. Nimaga noto'g'ri qilaman? Mana spravkam bor. Qanaqa spravkangiz? Soatim buzuvligi to'g'risida. Baribir 10 minutga kechga qoldingiz, Obidjon. Ertaga shu spravkani olib kelsangiz, bir boshqatdan o'ylashib ko'ramiz. Menga qarang. Menga qarang, bunaqa bo'lmaydi aka. Mana shu spravkani tezroq olaylik, xudo nasib. Endi balkim ayb o'zimizdadir, balkim yaxshi bir normalroq bir nima edi, normalroq deganni soatib, endi mana fondlar bor, boshqa narsalar bor, biz balkim bilmagan chiqarimiz, o'sha joylarga gaplashgan qilmagan chiqarimiz. Mana shu videoroligimizda taxlab shuni yozib, shunga bir intilyapmiz. Balkim sizlar bilsangizlar kerak, bizlarni to'g'ri bir направлениеga qo'yib, bunga mana например oddiy patent olish 2,5 million, 2 million 200 qanchami shundayda, короче, mana bu 18 oyda hal bo'ladi. Например, tezroq olmoqchi bo'lsangiz, bu 147 million shunday patent da'vat qilish. Endi bu yangi narsa emas, bu nima edi? Foydali nimaga kiradi? Uskunaga kiradi. Shuning uchun bizlar mana hozir rozilikni qo'yib bergandan keyin nima edi, mana bu birgalikda yondashib shuni amaliyotga tezroq tatbiq qilishga harakat qilmoqchimiz. Shuning uchun yozib qoldiryapmiz. Ko'rib, o'zlaringiz fikrlaringizni kommentariyada yozib, like bosishni unutmang. Ko'rishguncha.